Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Damas chexollarimizdan yangiligi keldi. Rushina o'ttilar seri, tez arg'amchi, belli arg'amchilar bor, yo'lda qanotlari bor, kantlari bor. Cho'qlari ham yaxshi tikilgan. Orqalariga 3 qator ko'jali bo'ladi. Sifati ham o'ta chiroyli, akkuratni chiqqan. Turishi ham mushtidan o'ta zo'r yarashib turadi. Sifati ham materiallari ham qalin, yaxshi materialda tikilgan. Taglari ham shu chipli, pishqoqli bo'ladi. Ipda bog'lab, iplarga sultirmaydi. Mana yo'llarga ham addenni kantilini qo'ygan, cho'kib ketib qolmasligi uchun. Sifati ham videoda yondagi materiallarni ham o'sha to'g'ri yaxshi materiallar ishlatgan, prosta material qo'ymagan. Qizarib, to'yt bo'lib shilinib ketmaydi. Kim shunaqa chexollar kerak bo'lsa, men uni o'zimizga murojaat qilaverdim. Manzilimiz Namangan shahar, Lolajon bozori, A59-do'kon. Ko'ring uchun rahmat. Videomizga like, podpiska qo'yishni unutmang. Videodagi nomer qo'llarim bilan aloqa chiqaverasizlar.